Hammaga salom do'stlar. Bugungi obzorimizda Nalichida bo'lgan avtomobillarni sizlarga bittalab ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, qaranglar. Bizdagi Nalichidagi avtomobil Voyage Apollo avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 2024-yilga 25 restyling modeli bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning narxi $36,200 tashkil qiladi. Chang'an Depal SL05 avtomobilimiz ko'p joyda 23,5 ming, 23,200 sotilgan bo'lsa, biz bundan boshlanamiz sizlarga 2026 diskadagi mashinani 23 mingga qilib beramiz. Keyin bitta yana juda ham zo'r bo'lgan model Chang'an Depal SL03 modelini esa 20,800 qilib beramiz. Hozir aksiyada ko'p joyda 21 ming bo'layotgan bo'lsa, men sizlarga bu mashinani 20,800 ga qilib beraman. Xo'p, keyingi mashinamiz Dongfeng Pai 008 avtomobilimiz 32 ming narxi. Xo'p, keyingi mashinamizga keladigan bo'lsak, Dongfeng 008 ni 5 o'rindiqligidan ham bor. 5 o'rindiqligi 29,5 sotib turdik. 29,200 qo'yganmiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Juda ham chiroyli narxda, 3 yil garantiya bilan ushbu avtomobillarni xarid qilsangiz bo'ladi.